Rahmatli Obid akam, Asomovni ham juda ham ovozlarini o'xshatgansiz, hamma qoyilmaqom bo'ldi. Shunaqa. Qoyil qolgan. Bir sen nima so'rayapsan? Anvar shak. Masalan, allaqachon otib tashlagan bo'lardi. Lekin otmadi. Svolish. To'g'risida, Firdavs qara. Ashulasini qara, ahvol qara. Ishqish. Ko'p katta odam, bolachi, o'sha bolasi uylantirib yuribdi. Uyalmaysan. Xudoandalik deb qo'ygan. Xudoandalik. Nima bir sakamiz jiyani. Obid aka rahmat. To'g'risida, samsariq kiyapti. Tomoshabinlarga samsariq bu gap tomoshabinlarga qarab, Obid aka. Obid aka tomoshabinlar sog'ingan sizni. Salomat bo'ling, umringiz sog' bo'lsin, tarixingiz sog' bo'lsin. Endi Anvar olib keldi endi. Chaqirdi Anvar, aka keling dedi. Ha. Lekin $100 beradi deb kelyapman, lekin chiqqanidan keyin bilasiz, berasanlar ukam. Beramiz. Maoshga ham pulga barabarlik. Hamkorlardan sovg'alar bor. Hamkorlar sog'lom Bor. Oy, baraka top. Alloh rahmat qilsin ustozimiz. Islagandek bo'ldik mana. Obid aka Asomov. Sho'rg'onni ham parodiya qilganman. Sho'rg'onni ham parodiya qilganman. O'zbek tilida. Yo'q, ingliz tilida. Qani? Sho'rg'onni kulishni. मैं आपको है चाल का पता नहीं है तार का तना चाल पता नहीं है साने है पूजा में करता ना आज है कपड़ तो नहीं है तुम पास आए यूं मुस्कुराए जाने तो जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूं हाय कुछ होता अच्छा pujaman kana chalo Shohruxxon aytganingizga bitta gap esimga keldi. Yaqinda Shohruxxon O'zbekistonga kelyaptilar, xabaringiz bormi? Shohruxxon o'zim Shohruxxon chetdan. Ha, aytdim-ku, ko'rsatuv boshida sotdi, o'zidan hamma narsa bilish mumkin. Ko'rsatuvimizga xudo xohlasa taklif qilamiz. Xudo xohlasa. Yaqin kunlarda Toshkentga kelish niyatlari bor. Nasib.